Hasadxo'r eng ko'p badal to'laydigan gunohkor odamdir. Hasadxo'r amaliyotda Allohga qarshi chiqqan odamdir. Hasad boshqalarning ilkidikining yo'q bo'lishini orzu qilish deganlik. Hasadxo'r hamisha boshqalar bilan mashg'ul bo'ldi. O'zi bilan mashg'ul bo'lmaydi. Agar u o'zi bilan mashg'ul bo'lsa, albatta o'zini boshqalardek taraqqiy qildira oladi va o'zini o'zgartira oladi. Odam bolasining tunji hasadxo'ri Qobil Habildagi fazilatlarni ko'rib hasad qildi va eng oxiri uni o'ltirmagicha turmadi. Muhammad Mutavalli Sharavi dediki, barliq gunohlarning jazosi kechiktiriladi. Faqat hasadning gunohi hasad qilishdan burun beriladi. Chunki hasadxo'r birovning muvaffaqiyati uchun yuragi puchlangan va azoblangan chaqda hasad qildi. Ya'ni hasad qilmay turib, uning azobini chekib bo'ladi deydi. Hasadxo'r siz o'lmagicha arom topmaydi. Hasadxo'r iblisga o'xshaydi. U iblisga sehrgardan bak suyumli keladi. Chunki hasadxo'r o'zligidan kishilarga aziyat berish orqali iblisni xo'sh qilib atadi va iblisning maqsadi uchun xizmat qiladi. Hasad qilish hasadxo'rning xarakteridagi bir illat. Hasadxo'r sababsizmi hasad qildi? Bir kuni bir yılan kipinekni qo'g'lab zod arom bermabdi. Kipinek ketishdan to'xtamabdi, yılanmi uni qo'g'lashdan zerikmabdi. İkisi qattiq charchab ketibdi. Oxiri kipinek gapga kelib, "Hey yılan, men sening rizqingni yeb oldimmi?" deb so'rabdi. "Yo'q, sen qandaqlarcha mening rizqimni yeb olding deksan? Sening yeydigining bilan mening yeydiginim o'xshash emas-ku" debdi yılan. "Undaqda men sening rizq yo'lingni to'sib oldimmi?" "Yo'q, sen nimadan mening yo'limni to'sib olg'idek? Ama sen nima uchun meni qo'g'lab yursan? Chunki sen uçup havoda parvoz qilib yursan, men bo'lsam yerda o'milab yursam, bu qandoq gap? Shunga achchig'im keldi" debdi. Hasadxo'r badal to'lab bo'lsa-mu hasadxo'rligini qiladi. Bir podshoning ikki vaziri bor ekan, vazirlar bir-biriga qattiq hasad qilishdi ekan. Bir kuni podshoh ularning orasini o'ngshab qo'yish uchun ularni chaqirtibdi. Ularga ikkinglarning qaysinglar o'ziga nima tilisa, yana biringlarga ikki hissini berman debdi. Arada jimjitlik hukm surgandan keyin o'ng qo'l vazir gapga boshlab, "Podshohim, mening bir ko'zimni qo'yib atgaylar" debdi. Ya'ni mening bir ko'zimni qo'yib atsizlar, uning ikki ko'zini qo'yinglar demoqchi. Ya'ni raqibining ikki ko'zini qo'yib etish badaliga o'zining bir ko'zini ayrilishga rozi bo'la qilgandi. Hasad shunchalik yomon narsa, shunchalik badal to'ladi. O hasad qilgan vaqtida yuragining og'rishi, yuragining puchilinishi, o buning teshida taqa. Bir amo kishi bor ekan, bir kuni do'sti uni yo'qlab kelib, buningga, "Adash, sening ko'zing echilsinmi yoki barliq insonlar sendek amo bo'lib ketsinmi?" deb so'rabdi. Amo kishi, "Dunyodagi hamma odamning ko'zi mendek ko'r bo'lib ketsin" debdi. Bir odamning ikki bolasi bor ekan, naytichiq boylik qoldirib ketibdi-da. İki balınki akisi nayt israfxo'r badxarj ekan. Akisi boylikning hammani xaylab bulab, qo'lni qo'yishtirib o'ltiribdi. Hech nimasi yo'q. U kishi dadasi bergan boylikni ko'paytirib, tijorat qilib, nayt bak boylab ketibdi. U akisining ahvoliga qarab, akisiga uy yeb beribdi. Akisiga mashina yeb beribdi. Akisining yemek içmeklerini her ayda ta'minlabdi. Ashna, ya'ni bir dona qarindishi hamda baqay deb akisini shunday qilibdi. Ammo akisi turmay mushu ukisiga hasad qilib, ashning qo'ldagi ne'matning yo'q bo'lib ketishini orzu qildi ekanda. Doim buning yomonlik qilgan, qo'ldan kelgan yomonliklarni hammani qildi. Lekin ukisi endi mening ba akamning yo'q, endi akamni baqay deb baqidi ekan. Bir kuni akisi bu ukisiga qattiq bir ziyon yetkazish uchun bir hasadxo'r odamning biriga beribdi.
Burungi zamonda shunda bir hasadxo'li bor ekan-cha, maqsud tunilgan hasadxo odamlar. Shu ko'zi yomon odamlar bor ekan. Insonlarning orasidami biz yashayotgan jamiyatda ko'zi yomon odamlar bor. Shu ko'zi yomonning ko'zidan, tili yomonning tilidan saqlag'in Xudoyim deb tilayotgan duolarimiz bor, masalan kichikligimizda o'rgangan. Shu ko'zi yomon odamlar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonida ayni ko'zi yomon odamlar bor dedi. Ve iyyakadul ladina kafaru la yazluqunaka bi absarihim lamma sami'u zikra ve yaquluna innahu la majnun degan oyatdimi şu oyatda ya'ni bu kafirlar yomon ko'z bilan seni tas qalatdi, yiqitayotqili deydi oyatda. Amaliyotda shu chaqda mushriklar shu ko'zi yomon bir odamni akilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu qaratmoqchi bo'lgan, ammo amaliyotga oshirolmagan. Ashida bir ishlar bor ekan. Masalan, ko'zi yomon odam qanday qilgan desa, 1-2 kun binosh yemay, qattiq qusuqini ochirib, uningdan shu yo'lda o'tib ketgan, mayli tugi bo'lsin, mayli at bo'lsin, mayli kala, mayli qo'y bo'lsin, ashuni bu ko'zini rosa bir ko'zini tek ko'zilganda qusuqni och ichirqab ketgan vaqtida ajoyib semizganman qo'y, ma ajoyib semizganman at deb ashuna bir deytgan degandan keyin bir damdan keyin shu o'lgandan keyin qo'y yoki nima suyulgandan keyin ashuningki go'shidan yeyishga nisb bo'lgan ham shunday odamlarga. Zaten mahallada bir at o'ltirsa, kala o'ltirsa, qo'y o'ltirsa, hamda kambag'allarni taqdi degan-ku, ashunday. Yani bir adam aşında közlep turdiken, hatta başkalar hasad qildirmoqchi bo'lsa, pul verib uningga sen tayyorlik qilgan, hozir mishadi mushta bir ya qo'y kallar ütüdü, yoki at ütüdü, yoki tugi ütüdü, ashuningga sen bir hasad qilib bergin deb ayda qildirgan, yomon ko'rgan odamlar. Mushuningmi aksi hasadxo odamga sen bu şu hukamına hasad qilib, hukamnınki malları kelidi, tügüdü malları kelidi, karvan. Karvanga sen hasad qilib, bu hukamni çoğum ziyan uçurta alırsan, şu çağda senin ben ecranı diginanı birme, anqıcı binas bermeymen dedi. Digen ki maqılda bu adam tayyorlik qilib, aşında çıkıp, şu yolun boyuğa çıkıp dururken aksi bilen billa. Yolun boyuğa çıkıp durgandan keyin bu adam yaşlanıp qalganda baqa, ko'zi xiralashib qolgan, ko'zi yiroqni ko'rolmaydi ekanda, aksi deydigan ayni 1 kilometrlik uzoq yerda shu karvon kelyapti, ko'rdingmi degandan keyin bu qayerdan? Yo'q, men ko'rolmadim, sen ko'rdingmi? Hemen ko'ryaptimi? Hukamninki karvonlari kelyapti hozir. Degandan keyin bu hasadxo odam bu odamga aksqa o sening ko'zing nima degan o'tkir ko'zi ha? Men ko'rmaganni sening ko'zing ko'rapti deb tashlaydi. Degandan keyin bu aksining ikki ko'zi shadoni ko'r bo'lib qoldi. Demek bu qisqa ziyon yetkazish uchun chiqib, o'zi ziyonga uchraydi, ikki ko'zidan ayrilib qoladi. Ya'ni shunday qilishga rozi bu. Hasadxo shunday qilishga rozi. Ya'ni o'zi ziyon tortib bo'lsin, boshqalarga ziyon yetkazishga rozi. Alloh taolo yomon ko'zlardan, yomon tillardan hammamizni saqlasin. Amin.